Assalomu alaykum. Demak, LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 17-savolni boshlaymiz. Bizda percentage of users attended a contest degan savol bor ekan. Bu ham oson turdagi savol. Xo'sh, bizda users degan table bor va unda user id'si, name'i bor va contest degan column bor. Register degan table bor, unda contest id va user id. Ya'ni o'sha 215 contest idga misol uchun qarasak, nechta user register qilgan? 6-user register qilgan, 7-user register qilgan. Demak, 3 ta user bizada bor edi, kutilgan bizada 3 ta user register qilinishi, registratsiyadan o'tishi, lekin qarasak biz javob anonda register degan tableda ikkitagina user ro'yxatdan o'tgan. Endi bizga shunaqa savol berilgan. Write a solution to find percentage of users registered in each contest rounded to 2 decimals. Xullas, mana bunda o'zi 3 ta user qatnashishi kutilgan edi, lekin ikkitagina user qatnashdi. Demak, bu 2 dan 3 yoki 3 dan 2. U degani 66% userlarning 66% mana shu contestga qatnashgan 215 ID bo'lganiga. Endi misol uchun qaysilarigadir mana 209-idga 100% qatnashgan ekan javobda qarasak mana 216-id qatnashgan, 210 mana 2-id ham qatnashgan, 7-id ham qatnashgan. Demak, mana shu protsentini har bir contest uchun topib chiqishimiz kerak ekan. Datani yuklab oldim. Mana shu Copilot disable qilsam baribir chiqib qolibdi. Xullas, yuklab oldim. Endi men sal bu yerda join ishlatmoqchi emasman yo average любой bitta aggregate function ishlatmoqchi emasman-da. To'g'ri soat 5 bo'ldi. Soat 5 bo'ldi ertalab. Faqatgina shu logic yozib keldi. Bittadan boshqa haqida o'ylamadim. Xullas, nima qilmoqchiman? Shunchaki o'sha xuddi qanday aytgan bo'lsam hozir o'shani prosta kodga tushirib qo'yaman. Demak, men bunda nechta count qilaman? 215-contestda nechta user qatnashdi? Count qilsam, demak ikkita chiqdi, to'g'rimi? Biza mana buni 3 ta kutilgan edi. Demak, 2 ni 3 ga bo'lsa 0.66 chiqadi. Xuddi shu narsani kodga yozib qo'ymoqchiman. Demak, contest id bo'yicha gruppalayman-da userlarni count qilaman. Chiqqan natijani men bunda select count star qilsam users tabledan nechta user borligi chiqib keladi. Demak, bizda 3 chiqib keladi. 2 ni 3 ga bo'ladida 0.66 deb contest id 2215 ga qo'yib beradi. Qarasak javobda mana 66.67, ya'ni 100 ga shunday 100 ga ko'paytirib qo'ysam 66.67 chiqadi. Uni prosta round qilib qo'yish kerak, ikkinchi yaxlitlab qo'yish kerak, ikkinchi birlikgacha. Xo'p, bu narsani yozaman. Demak, registerda count qilishim kerak ekan. Users table paket tipida turibsan. Registerda count qilishim kerak. Birinchi contest id chiqsin va har birini count qilishim kerak. Star. Contest id bo'yicha gruppalayman. Group by contest id. Endi mana shuni men bo'lib chiqishim kerak mana bu userlarni countiga. Ya'ni mana bunga count starga. Demak, men bu 1 da 3 ga bo'lishim kerak, 3 da 3 ga bo'lishim kerak, 3 da 3 ga bo'lishim kerak. Xullas, bo'lib chiqqanimda bunda javoblar chiqadi. Buni shunday copy qilamanda shunday bo'lib, mana bu shunday yozib qo'yaman. Endi faqat bitta joyi mana bu integer-ku. Javobda chiqqanda 0.66 ni shuni 0 deb yozib ketib qoladi-da, shunchaki integerga o'tkazib. O'shaning uchun men buni boya aytganimda, bundan oldingi puzzle-da ham aytganimda 1.00 ga ko'paytirib qo'ysam, endi mana bu
decimal pointga o'zgardi. Men buni qavsga olib qo'yaman, shunchaki mana har bir bo'yicha biz xuddi kutganday natija chiqdi. Endi round qilaman. Ikkinchi birlikgacha as percentage mana shu rounddan o'sib bu yoqda mana buni 100 ga ham ko'paytirishim kerak edi. Ko'paytiraman 100 ga. Hozir bu kasr raqamlar chiqdi. Endi bizda foizda so'ragan, shuning uchun 100 ga ko'paytirib qo'yaman-da. Mana yaxlitlasam, bu 0 dan qoldi. 0 larni u litkodni o'zi prosta anaqa qo'radi. Skip qo'radi. Shuning uchun bu specific MySQL serverga xos narsa bo'lgani uchun. Tak, endi mana bu yerda aytgan percentage'ni descending orderga, agar ikkita bir xil percentage bo'lib qolsa, keyin contest id'ni ascending orderda order qilgan. Yozaman order by percentage'ni descending orderga, agar bir xil bo'lib qolsa, contest id'ni ascending orderga. Xuddi o'zi kutganday chiqdi. Copy qilaman. Javobimizni qabul qildi. Demak, 17-savolda adashmasam bu 17-savolda ham biz bajardik. Keyingi savolimiz 18-savol bo'ladi.